shiftka bo'ladi. Bu narsani o'zi aksiyada 110 churib qo'ydik. Yeni aksiya etdim 85 ming so'm. Hamma assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Do'konlarimiz taqdim indirib olib boraverdik videoga. Nachunda yangiliklarimiz bor. Hech qachon aytmagan narsalarni aytacakmiz. Narxlar har doimgidek narxda turibdi. Prosta biza mayli videoning davomida aytaman, boshqa narxlar bilan tanishtiring. Shu ko'rib turgan ko'rpachaliklaringiz bozorimizda 85 ming so'm, 90 ming so'm sotilib turibdi. Undan kim sotib turibdi buni? Aksiya qo'yib skidga deb turgan inshaalloh 85-90 sotib turibdi. Bizda 75 ming so'm. Xo'p, endi bu narsalarimiz bor ekan, bular ham kiprik demilar, bir narsa deydilar. Bu oddiy duxova, kiprik ham umuman aloqasi yo'q. Bu narsalarimiz ham 75 ming so'm. Undan tashqari shu ko'rpachaliklarning xaritasida tikilishi besplatni ichida bo'ladi. Hem summamıza qarab 3 milyonluk summamıza 12 körpəçəlik qoşub beraman. 2 milyonluk summamıza çisti bambuk plastinada 300 ming so'mligidan qo'shib beraman. Keyin bir de kipriklarimiz bayna. Bu narsalarimiz çisti kiprik bo'ladi, 100% bek. Bundan elde körpəçəlik yo'q. Bunday tez so'llab turganim sababi dim qisqag'man, bu yerda klientlarim kutib turibdi. Berigi do'konga kirishim kerak. Shuning hisobidan tez so'llab, tez netib berajekman. Hozir video ochiradan bolam gap qo'yadi. Foydalanib qoling dedim. Sizlarga yangiliklarni ko'rsatib. Bu narsalar 160 ming so'm sotilib turibdi bozorimizda. Eng arzon yerinde 130 ming so'm, 140 ming so'm. Menda 110 ming so'mdan bo'ladi. Tikilish ichida besplatniy bo'ladi. Ham 12 ko'rpachalikni qo'shib beraman. Xo'p, keyin kiprikning ikkinchi sortlari bilan tanishtira olmasam, men bu narsalarimni har doim ko'rsataman. Bu kiprikning ikkinchi sortlarini ham 95 mingdan ko'p bozorimizda 130 ming so'm, 120 ming so'm, eng arzon yeri 110 ming so'm. 100 ming berib turgan yerim bor, to'g'ri. 100 ming bergan bilan tikilishini besplatniy etib bera olmaydi. Ichida 12 ko'rpachalikni qo'shib bera olmaydi hech kim. Bize sizler için hizmetde bu şundadır, cellep pişip işin arkalarını tovup, arzanyillerini tovup efkep turupmiz. Bir like basıp koyuştu unutmanglar, bana abone oluştu unutmanglar. Bu özümün şahsi kanalım. Assortimentler desengler, hürmetli yurttaşlar, assortimentimiz dım köp. Videonu neyse mintun çözüş niyetim yok hazır. İlacı barınca az görünedi o narsalarni göstermen. Gelen vaxtlarımızda bundan hem zor narsalarni gösterişe hareket etemen. Keyin bir yanda her tür assortimentlerimiz var, şeyhlar var, bir yanda hamilollar var, bir yanda vişipkelerimiz var, keyin bir yanda. Bu narsani yangilik etib berajekman. Astar o'zida vishipka bo'ladi. Bu narsani o'zi aksiyada 110 churib qo'ydik. Yeni aksiya etdim 85 ming so'm. Bunday sena bo'lgan emas. Endi bo'lishi mumkin bundan keyin, hozircha yo'q bunday sena. Keyin bu yoqda gilam ko'rpachaliklarim bor. Eng-engsizlar bularni 45 ming so'm churib qo'yibman. Bular ham 45 ming so'm churib qo'yibmiz. Bularimiz ham 45 ming so'm. Yana plusini tikilishi besplatniy 12 ko'rpachalikni qo'shib beraman summasına qarab. Eng kam 3 milyonlik xarita 12 ko'rpachalik 45 ming so'mlikdan shundaylik qo'shib beraman. Ichida 12 ko'rpachalikni ham tikib beraman. Bu yerda 10 ko'rpachalik esa uni ham tikib beraman. 22 ko'rpachaligi 550 ming so'm bo'ladi. Sho'rni o'zimda hali podarkan summasini qo'shmaganda do'konimga kelasizlar, xarid etasizlar. Do'konimdan qolamasanglar, ikkinchi filialim ham bor, katta magazinim bor. Qoraqalpoqda birdan assortiment katta magazinimda bor. Endi katta do'kon hali ochilmagan. Alhamdulillah, Allohim bizlarga nasib etdi, ochdik. Agar birdan tanlamasanglar katta do'konimni beraman. Katta do'konimdan xuddi men aytgan narsa, men aytgan sena, men aytgan podarkalar bo'ladi. Kelaverasizlar, tanlovda adashmanglar. Endi sizlarga aytajakim. Xo'p, bu narsalarimiz tikilganlarini videoga olmaydik. Endi YouTube uchun отдельный sexa borib, videoga olib, nechik chiqqani, necha so'mdan tushgani, nechalik paxta solib turganlari hammasini tushirdim. Hozir qo'yib beraman, birma-bir ko'rib chiqasizlar. Ko'rpachaligimiz Chesti Turkiya bo'ladi. 15 yil garantiyasini beramiz. Xo'p, ko'rpachaligimiz narxini 75 ming so'm atib berganmiz, tikilishini besplatniy atib berganmiz. Ichine solingan paxtasini 10 ming so'mdan, 10 ming so'mlik paxtadan solib berganmiz. Summasi 3 milliondan ilgan. Metr 45 ming so'mlikdan 12 ko'rpachalikni ham besplatniy qo'shib berganmiz. Hurmatli yurtdoshlar, 3 million so'm faqat ko'rpacha xarid etmayaptilar. Bir to'yni vajini 3 million so'm xarid etganlar. Bizdan oladigan narsalaringiz 3 million so'm dim barakatli bo'ladi. Boshqa yillar bilan bemalol solishtirib ko'rsanglar bo'ladi. Boshqa yillardan 5 million so'mlik bo'ladigan narsa bizdan avvalambor 3 million bo'ladi. Podarkalarimizni qo'shganda. Bu ko'rpachaligimiz Chesti Turkiya, eni 164, har bir ko'rpacha 82 cm dan tushadi. Ichine 6 kilogram paxtasini solib ishlab berganmiz. Tikilishi besplatniy bo'lgan, summasi 3 milliondan o'tgan, metr 45 ming so'mlikdan 12 ko'rpachasini shundaylik qo'shib berganmiz. Bu ko'rpachani bizda narxi 75 ming so'm, bozorda narxi 95-90 ming so'mdan kam olmaysizlar. Bizda o'tadigan yeringiz ham 10 ming so'm arzon olasizlar. Ham tikilishi ichida besplatniy bo'ladi, 12 ko'rpachasini qo'shib beramiz. Tanlovda adashmanglar, MM Gold nomer 1. Albatta biz klientlarimizga eng yaxshi narsani berishga, eng yaxshi maslahatlarni berishga harakat etamiz. Xo'p, bu klientimiz 73 ming so'mdan ko'rpachalik oldi. Bo'yi 220 etdi, 4 kilo paxta solishini aytdi. 4 kilo paxtadan normalniy chiqmasligini aytdim. Baribir o'zini bilganini aytdi. Hozir 4 kilo paxtasi bilan ko'rpachalikni o'zi 4 kilo 900 o'tirdi. 900 gram ko'rpachalikning pasti usti. Ko'rpachasi
kichkina nozik bo'lib qolgan oriq ko'rpachalari nisbatan bir farq etadi. Tekasini ichini 900 gramm paxta solib berganmiz. Tegasi ham o'ynab yotibdi, unchalik yaxshi emas. Xo'p, bu takliflarni, bu maslahatlarni berishdan maqsadimiz ertangi vejib bitgandan keyin bizadan bizadan bir ayb qaramasligi, o'zini bo'ynini yuklab beramiz aytgan ishini. Iloji boricha 4 kilo ko'rpacha samaslikni maslahat beraman. Ayniqsa gilam ko'rpacha bosib tashlaydi. Bu ko'rpachaligimiz kiprik bo'ladi. Eng zo'r sifat bo'ladi. Bundan aldi ko'rpachalik yo'q. Xo'shroyat tikib berganmiz. Bo'yi 220 lik bo'lgan. İçine 6 kilo paxta solib, biz platni ichida tikib berganmiz. Narxlarimiz ham optim narx, bozordan eng arzon narx deb qo'rqmay aytib bilaman. Bizanikining narx qo'yib bilgan taqdirlarimda, agar chiqib qolsa mabodo shunday inson tikilishini biz platni aytib bera olmaydi. Ichida 12 ko'rpachalikni qo'shib bera olmaydi hech qachon. Poddelka narsalardan ehtiyot bo'lasizlar. Poddelka damladan yiroq bo'lasizlar. Xo'p, bizada eng arzon narx, eng yaxshi takliflar. Tikilishi besplatni, shunda turib chiroylab tikib beramiz. Bizdan aytilgan xaridlari. Keyin qo'shimchasini 12 ko'rpachalik qo'shib beramiz 1.45 ming so'mlikdan. Bu narx bilan bu taklifni hech kim hech qachon bera olmagan, bundan keyin ham bera olmaydi deb o'ylaymiz, lekin Alloh biladi. Hozircha unday narx, unday takliflar yo'q. MM Gold magazinga kelasizlar, to'liq ma'lumot olasizlar. Shunda turib chiroyli ko'rpachaliklarni besplatni tiktirib ketasizlar. Tanlovda adashmanglar. MM Gold nomer 1. Bizada tikilish besplatni deganini, o'sha tikilishdan bahasini tovarning ustiga qo'yadi deb aytadi ekan, bir ikki negativlar. Ular ham negativlar ham begona emas, ular ham tovarchi bo'lgandan keyin yomonlab qo'yadilar. Ishi ko'rib turgan ko'rpachaliklaringiz eni 1.64, bozorda 90 ming so'm sotilib turibdi. MM Goldning birinchi filialidan, ikkinchi filialidan 75 ming so'mga tushib turibdi. Narximiz To'rtko'l bozorida eng arzon narx. Ham tikilish besplatni, ham 12 ko'rpachalik podarka qo'shib turibmiz. Klientimizga Chanel'dan döşek tikib berganmiz, dimchotga chiqqan 2 astikramizdan tikib berganmiz. Xo'p, döşekimizni ichidan 10 kilo paxta sag'anmiz, eni 1.60, bo'yi 220 bo'ladi. Döşekimizni tikilishi besplatni emas, 50 ming so'mdan tikib beramiz, takalarni 5 ming so'mdan tikib beramiz. Keyin ko'rpachalarning tikilishi besplatni bo'ladi. To'ychi klientimizniki 1.45 ming so'mlikda 12 ko'rpachalik podarkasini ham berganmiz. 20 ko'rpachasini shunday tikib ham berganmiz. Q40lik Saltanat firmani astaridan döşekni o'zini ishlab berganmiz. Biz Saltanat firma astarini, xo'p, 10 yil kamida garantiya beramiz, hech narsa bo'lmaydi. Eng aldi sifat, eng aldi kачество bo'ladi. Bu döşekimiz tikilishi 50 ming so'm bo'lgan, 220 ga 1.60. Ko'rpachalarni besplatni tikib berganmiz, döşekini 50 ming so'mga tikib berganmiz. Xaridi 3 milliondan o'tgan, 1.45 ming so'mlikda 12 ko'rpachalik podarkasini ham berganmiz. Bizda faqat ko'rpacha tikilmaydi, döşeklarni ham chiroyli deb shunda tikib beramiz. Bu döşekimiz ham bir klientimizniki. Xo'p, döşekni tikilishi 50 ming so'm bo'ladi. Faqat ko'rpacha tikilishi besplatni bizada, teka tikilishi, döşek tikilishi, ko'rpa tikilishi platni bo'ladi. Bu döşekimizni 50 ming so'm tikib berganmiz, ichidan paxtasi 10 kilo. Shunda turib, kimga xo'shroq döşeklarni tikib berish kerak bo'lsa, bizlarga murojaat etaverasizlar. Xohlasangiz onlayn, xohlasangiz offline.